Qo'qon qon ichida qolgan Turkiston po'lati. Asr boshlarida Amir Shohruxxon tomonidan asos solingan va keyinchalik 29 ta hukmdorni ko'rgan Qo'qon xonligi shunchaki davlat emas edi. U 7 iqlimga dovrug'i ketgan Sharq va G'arbni bog'lagan buyuk Ipak yo'lining chorrahasi, 300 dan ortiq masjid va madrasalari bilan ma'rifat markazi, butun Turkistonning harbiy va siyosiy qalbi edi. Ammo bu buyuk saltanat ustida qora bulutlar to'plana boshladi. 19-asrning ikkinchi yarmi shimolidan Chor Rossiyasi istilochi qo'shinlari bostirib kelganda, Turkiston zamini yagona bayroq ostida birlasha olmadi. Buxoro, Xiva va Qo'qon o'rtasidagi arazlar, saroy ichidagi nafsga berilgan amaldorlarning sotqinligi va taxt talashishlari xonlikni ichidan yemirdi. 1875-1876-yillardagi Po'latxon qo'zg'oloni xalqning so'nggi qarshiligi edi. Taxtdan kechgan Xudoyorxon va xonlikning bebaho oltin javohirlardan iborat 1000 yillik xazinalari izsiz g'oyib bo'ldi. Ular toj taxt bilan birga imperiya tomonidan talandi. Qo'qon yolg'iz va himoyasiz qoldi. Xalqning eng katta armoni 1917-yil 27-noyabrda sodir bo'ldi. Mustaqillikni anglatgan Turkiston muxtoriyati aynan Qo'qonda e'lon qilindi. Mustafa Chaqay, Mahmudxo'ja Behbudiy va Munavvar qori kabi jadid ajdodlarimiz shu shaharda butun Turkistonning ozodligini orzu qildilar. Ammo bor yo'g'i 72 kun yashagan bu umid 1918-yilning 19-fevralida bolshevik general-mayor Perfileyev boshchiligidagi Qizil armiya tomonidan vahshiyona qonga botirildi. 3 kun davomida Qo'qon o't ichida yondi. 10 minglab begunoh insonlar qirib tashlandi. Butun Turkistonning mustaqillik chirog'i Qo'qonda o'chirildi. Bag'rida bir butun tarixni yashargan zamin sun'iy ravishda bo'laklab tashlandi. Qo'qon xonligining eng yirik va boy viloyatlaridan biri bo'lgan Xo'jand Tojikistonga, qadimgi o'zbek beklari joylashgan O'sh, Jalolobod va Uzgan Qirg'izistonga, Ahmad Yassaviy nafasi urgan Turkiston shahri va bepoyon kengliklar Qozog'istonga. Bir uyning chirog'ini yoqib o'tirgan aka-ukalar o'rtasida sim to'siqlar tortildi. Bu millat yuragidagi eng og'riqli, hech qachon bitmaydigan yara edi. Ammo tarix Qo'qonni sindira olmadi. Qo'l ostida qolgan umidlar qayta unmoqda. Bugun Qo'qon o'z tarixining qonli sahifalarini unutmagan holda milliy, o'zlik, hunarmandchilik va taraqqiyot markaziga aylanmoqda. Qo'qon tarix emas, bu Turkistonning unutilmas xotirasi va sinmas ozodlik ruhidir.